Bugun challengeimiz 3-kuni bizda quyidagicha DTM testi berilgan, sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, uch burchakning burchaklari 2 3 1 kabi nisbatda bo'lsa, eng kichik tomon uzunligi 5 ga teng, eng katta tomon uzunligini toping degan. Demak, uch burchak chizib olamiz ixtiyoriy. Demak, mana. Endi buni burchaklar 2 3 1 kabi nisbatda bo'lsa, demak mana bu 2x, bu 3x va mana bu burchagimiz x kelib chiqadi bizda. Misol shartiga ko'ra ixtiyoriy uch burchakning ichki burchaklarining yig'indisi 180 gradusga teng. Biz shundan foydalanamiz. Ya'ni 2x plus 3x plus x demak bizda 180 gradusga teng. X topadigan bo'lsak 30 gradus. Demak, uch burchagimiz burchaklarni topsak, mana bu 60 gradus, mana bunisi demak mana 90 gradus va bunisi necha gradus bo'ladi? 30 gradus bo'ladi. Demak, bizga berilgan uch burchagimiz to'g'ri burchak uch burchak ekan. Endi bizga shu uch burchakning kichik tomon uzunligi 5 ga teng deb aytilyapti. Biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, ixtiyoriy uch burchakda kichik burchak qarshisida kichik tomon yotadi, katta burchak qarshisida katta tomon yotadi. Demak, bizda 30 gradus burchak qarshisidagi tomonimiz 5 ga teng ekanligi shundan kelib chiqadi. Endi biz 90 gradus burchak qarshisidagi tomon topishimiz kerak. Ya'ni bu to'g'ri burchak uch burchakda gipotenuza deyiladi. Biz gipotenuzani S bilan belgilasak, shu S'ni topishimiz kerak ekan. Bundan tashqari yana bilishimiz kerak bo'lgan bitta nazariy ma'lumotimiz bor. Ixtiyoriy to'g'ri burchak uch burchakning bitta o'tkir burchak 30 gradusga teng bo'lsa, uni 30 gradus burchak qarshisidagi tomon gipotenuzaning yarmiga teng. Ya'ni gipotenuza S bo'lsa, uni qarshisidagi tomon esa S taqsim 2 ga teng bo'ladi. Biz shundan foydalansak, demak mana bu 5 bizlarda S taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni S teng bizada 10 ga teng. Ya'ni biz qidirayotgan uch burchagimiz tomoni 10 ga teng. Bizning javobimizda bu javob B. Bu misolni DTM testlarga tayyorlanayotgan o'rtog'ingizga yuborib qo'ying va sahifamizga obuna bo'ling.